Ayni damda qo'shni Qozog'istonda qor yog'moqda. Bugun 18-aprel. O'zbekistonda ham ertadan havo sovishi kutilmoqda. Qozog'istonda esa ertaga ham qor yog'ishda davom etadi. O'zbekistonda harorat 17 darajagacha pasayishi mumkin. Yaqin kunlarda ob-havo qanday o'zgarishi mumkinligi bo'yicha ma'lumot beriladi. Assalomu alaykum gruppadagilar. Ostonada o'ta katta qor yog'yapti. Pag'a laylay qor. Endi qorlar yuruvdi. Yana boshlandi. Bahor hech boshlanish qiyin bo'lyapti. O'ta kuchli qor. O'ta ham qishda ham bunchalik qor yog'magan, to'g'risi.